bo'ldingizmi? Ha, 4 ta dona talinka qoldi. Bundan keyin kirlarni yuvib xonaga kiraman. Siz kirib turavering, xo'p? Alo. Oyjonga o'tgan ekanlar. Oyim? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hey, keling, oyi, o'tiring. Choy qo'lda ichamanmi? Ha, hozir. Ay, yo'q, hozir. Ona belim og'rib qoldi. Mana og'riygan bo'lib qolgan. Ha, sen tur borib piyola olib kelaysanmi oyimga? Shakar yo'qmi bu uyda? Bilsam o'zim bilan olib kelardim. Bor onamga shakar olib kel. Bor tez. Hozir olib keladi ona. Shakarni qatga qo'ydi ekan. Yaxshimisan bola? Yaxshi yuribsan. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi ona? Shakarni qatga qo'ydingiz. Navaralarim qani ko'rmayapti? Tepada ishkopda. A, bog'chasi nomi shunaqa, tepada ishkopda. O'shaqa berganmiz navaralarni. Bog'chada hali kelmadi. Adam yaxshimi o'zi? Nega men betlachang? Ulgurmayapman de, oyi. Ha? Yo'q, anu xotinga tozalamaysanmi deb aytishga ulgurmayapman. Aytmasa qilmas ekan-ku. Voy, salat mazasi zo'r ekan. Retsept qanaqa buni? Qarang, tvorog, mayonez, tovuqni qovurmaysiz, qaynatasiz, zo'r chiqadi. Koreyskiy tuz ozgina, chesnogi ham bor ichida. Qarang-da, zelenlari bilan. Mana shunaqa. Qilinar ekan. Keliningiz qilganda ko'rib qoldim. Ha? Ha, oxirida tusanadi. Yo'q. Eshik taqilyapti, bor qara. Voy, ha, sen ochmayman-ku, bor. Urush turish kerak. Yaxshi keldingizmi, ada? Ha, yaxshi. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Choydan qo'y. Choy yengilab kelish kerak. Ha. Ha, hozir. Ay, anaqa bel. Bel. Bel, yo'q, urib qo'ydi. Nima suryapsan?